Assalomu alaykum hurmatli Master Tom hamda Tom xizmat kuzatuvchilari. Bugun ko'plab mijozlarimizning ko'plab savollariga javob berib o'tib ketamiz. Yonimda Tom xizmati blog asoschisi Qobiljon aka, assalomu alaykum. Aka, shu kabi biz va sizga ko'plab mijozlar uy sharoitida tomni asl kvadratini chiqarish, uni hisobini chiqarishga qiynalishadi. Shuni bizga ko'plab mijozlarimiz aytishgan. Keling bu ushbu video orqali hisob o'lchashni bir dars o'laroq o'rgatib ketsak. To'g'ri, Shir. Assalomu alaykum, hurmatli Master Tom kuzatuvchilari hamda Tom xizmat kuzatuvchilari. Mana shu savol juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqda bizga ham beriladi, sizlarga ham. Buni to'g'ri hisoblashni hozir albatta ko'rsatamiz. Buni ikki xil yo'li bor hisoblashda. Hozir shuni bitta turini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qarang, bizni binoyimiz misol uchun uyda o'tiribsizda, tomga qancha pul ketadi deb Master Tomga Tom xizmat telefon qilib o'tirmaysiz. Kalkulyatorda olasiz. Misol uchun kalkulyatorimizni ko'rsatib tursak, obunachilarimiz tushunarliroq bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam hozir hisob kitobini qo'yamiz. Bu hisob kitobimiz 2025-yil 23-dekabrdagi hisob kitoblarimiz. Bu hisob kitobimiz har 3 oy 4 oyda o'zgarib turish ehtimollari bor. Chunki taxtalarimiz, tunikalarimiz kirib kelish summalari o'zgarib turadi. Xo'p, qarang, hisob kitob bo'yicha taxminan sizda 12 ga ko'paytiramiz, 14 lik uchastkangiz bor. tomni asl yuzasi. Asl binomizda haqiqiy kvadrat 168 kvadrat chiqyapti. Bunga ko'paytiramiz 2,5 da teng qilamiz. Shunda 420 kvadrat chiqyapti tomimiz. Buni yana ko'paytiramiz 230 ming so'mga. 96 million chiqyaptimi? Mana shu 96 million so'm pul ketadi. Endi bu oddiy tomimiz. Aka. Endi men sizga konvertli holatda do'ppili fason tomimizni hisoblab berdim. Bunga mana bu 420 kvadratimizga endi sizda 4 tarka bo'lishi mumkin, menda 10 tarka bo'lishi mumkin. Misol uchun tomimizda 6 tarka bor deylik. 6 tarkaga qo'shamiz, har bir arkamizga 5 kvadratdan. 5 kvadrat. Qo'shib qo'yishimiz kerak. Ya'ni tomda nechta arka bo'lsa, har bir arkaga 5 kvadratdan qo'shiladi. 5 kvadratdan plus qo'shiladi. Ya'ni chiqqan 420 kvadratimizga shunda 6 tarka bo'lsa 30 kvadrat qo'shiladi. 30. 450 chiqyaptimi? 450 kvadrat. Buni ko'paytiramiz, ana endi 230 ming so'm qilsak, 103 million so'm ketadi. Xo'p, bu 230 ming so'm 1 kvadrat narxi. Har bir kvadratiga. Nima ketadi? Qarang, buni ichiga biz strapilamiz, abrashotkamiz, profnastilimiz, ish haqqimiz hammasi kiradi. Hammasi kiradi. Shundan hisob kitob qilib turib, bemalol o'tirgan holatda ham hisob kitob qilishlari mumkin. Endi qarang, 230 ming har bir kvadratda bo'lyapti. Aynan bu obyektga qanaqa taxtalarni ishlatgan yaxshiroq? Strapilasiga, ustuniga. Ha, to'g'ri savol bo'ldi. Mana shu hisob kitobimizning ichida siz o'ylashingiz mumkin, qanaqa strapila hisoblading, qanaqa abrashotka hisoblading, nima tunika hisoblayapsan deyishingiz mumkin. Bu yerga ishlatgan strapilamiz 4 sm ga 14 sm. 14 ga 4 lik strapila, abrashotkamiz 10 ga 2,5. Tunikalarimiz 0.45 Toshkent Shushaviy bo'lgan. Men 0.45 larni yozib qo'yilgan mana shu joyda. Master Tomda har doim pechatlar bilan keladi aka, bilasiz. 0.45 kelgan. Xo'p, agar sizni tomingizda yana summa qo'shilib qolishligi mumkin, yo'q, men uyni bir marta qilaman, o'g'limga yoki o'zimga bir marta solyapman uyda deydiganlar, strapilani 5 ga 15 ishlatishingiz ham mumkin. Tepa qismiga 17 ga 4 ishlatishingiz ham mumkin. Narx qo'shiladi. Men Toshkent tunika yopmayman. Men Rossiyskiy, Magnitogorskiyni Shushaviydan yopaman degan akalarimizga yana narx qo'shilib boraveradi. Bu hisob kitobimiz bizniki hozir o'sha faqat Toshkent tunika 14 ga 4 10 ga 2,5 taxtaga hisoblayapmiz. Bu standart bo'yicha javob beradi aslida bu ham. Endi mansard qismlari misol uchun polni kimdir 100% mansard qilaman deydi-da. O'sha mansard qismlarda metal ishlari bo'ladi. Hozir mana bu joyimiz 4 metr 370 bo'lgani uchun bemalol turibdi. Xonamiz bemalol. Lekin bundan kattaroq joylar bo'lib qoladigan bo'lsa, o'rtasiga metal tortib beramiz. Ha, mana bu tomon. Mana bu tomonni ko'rsating, mana bunaqa metallar tortib berishimiz mumkin. Bu metallarga yana qo'shilib boraveradi. Ya'ni sizga qancha metal ketishiga qarab qo'shilib boraveradi. Bu metallar metrga hisoblanadimi yoki tayyor bo'lish? Yo'q. Buni o'zi sotib olishimiz 1 metr 175 ming so'm. Bizning ish haqqimiz har bitta obyektda 200 dollardan 500 dollargacha bo'ladi. Qo'yilishiga qaraydi-da. Qo'yilishiga qarab. Ha, bu sizga hali 230 ming so'mga plus u kelishaveradi ish jarayonida. Xo'p, Qobiljon aka, 103 million chiqdi. Tomimizni o'sha 14 ga 12 tomni hisoblagan taqdirda necha foizga adashishi mumkin? Xo'p, hozir bu hisob kitobimiz 90% ga to'g'ri.
90%. Chunki har bitta obyektda tekshiriladi-da bu. Chunki bu hali maynavozchilik emas, boshqa emas, har bitta odam hisob-kitob to'g'ri chiqishi kerak-da, shunga hisobni olib boradi hamma. Har bitta obyektda boshqatdan hisob-kitob ko'ramiz, 90% gacha to'g'ri chiqadi. 90%. Faqat plyus qo'shiladi, aytdim-ku, shu taxtalar qo'shilib qolishi mumkin. Aka, bundan ham arzonroq bitishi mumkin. 230 ming emas, 180 minggacha minimalga tushirishi mumkin. Unda strapila mabus stoykalarimiz terak bo'ladi. Aka, mana bu yerga ko'ryapsiz, 10 ga 10 brus qo'yganmiz. Strapilalarimiz razmeri ham kichkina bo'ladi. Abroshotkamiz ham masalan 7 sm ga 2 ligi ham bor. 7 ga 2 ha. Bunimizda ham masalan 33 ga 13 ligi bor. Qilaverasiz, arzonlashaveradi. Lekin standartga javob beradigan o'sha limiti mashinadan boshlanadi o'z tomga. Bundan yuqori ketsa ketadi, pastga tushmaslik kerak. U yog'ida pastga tushib ketsa, sifat buzilib qoladi. Albatta. Xuddi shu standart tomni asl yopish standarti bo'ladi va mana shu standart bo'yicha tom yopilsa necha yilgacha xizmat qilishi mumkin? Xo'p, qarang, bu standart bo'yicha hozir endi hali biz insonmiz, qancha yil turib beradi demaymiz, lekin tajribamizdan kelib chiqqan holatda yopgan tomlarimiz 15-20 yil bo'lsa sifatni yo'qotgani yo'q. Magnit tunuka olib berganmiz. Endi bundan sifat pasayib ketadigan bo'lsa, birinchi o'rinda ustani puli arzon bo'lsa, yaxshi usta bo'lmaydi. Keyin mahsulotlarimiz minisoy bo'lib ketganligi uchun uzoq yil, masalan uchun 5 yil, 10 yilda tomingizni alishtirishingiz ham mumkin bo'lib qoladi-da. Endi bu tom bir marta qilinadigan narsa. Masalan, shkaturka, remont sohalarini yildan yilga yangilab tursangiz bo'ladi, lekin tom bir marta yopiladi, bitta rasxod qiling, zo'rini qiling deymiz-da. Albatta. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, asl tom bitta tom yopilsa, bitta avlodga bemalol xizmat ko'rsatadi. Bemalol. Bu yopilgan tomlar juda mustahkam, mana qimir etmaydi. Pastlariga mana ankerlarni qotiramiz, mana plitaga. Ikkitadan ankerlar urib qo'yamiz. Ertaga bu plita qismimizga tiyopli pollarni qo'yib, stashga kuygan paytda bu yopilib ketadi. Yopilib ketadi. Bemalol. Keyin mana shu joydan ko'p videolarimizni ham qo'yganmiz. Gipsokarton qism bilan yopib ketganmiz. Bu o'zi orqada qolib ketadi. Qolib ketadi. Asosiy mansardamiz mana stokadan bu yoqda ishlatiladi. Xudo xolasa yana 2025-yil tugab 26-yilga o'tib, mana o'zimiz gaplashganimizdek yangiliklar kiritamiz tomga. Juda. Yanada bir mijozlarimizga arzonroq variantda, keyin tomimiz bundan da sifatliroq, yanada uzoq yil xizmat qilib beradigan darajada yo'llarni o'ylab qo'yganmiz va masterlarimiz bilan fikr almashib, xudo xolasa yangiliklar kiritamiz, xudo xolasa. Endi mana shu holatda hisob-kitobni qilaverasizlar akalar. Master tom bilan tom xizmati sizlar uchun xizmatda. Joningiz sog' bo'lsin. Albatta, bu video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar va izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang, Qobiljon aka. Manfaatli video uchun kattakon rahmat. Ha, aytgancha obunachilarimizga bir narsa aytib qo'yaylik. Akalar, bizni kanalimizga obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Bundan da qiziq kontentlar hali oldindami? Inshaalloh. Xudo xolasa, joningiz sog' bo'lsin.